Shisha tashladinglarmi aka? Shisha tashladinglar, kameraga ko'ryapman. Birortasi bosib ochsachi aka? Shisha tashladinglar yozib turibdi-yu menami. Hurmatli haydovchilar, ayrim gapiraylik. Shu shahar sizniki, meniki, farzandlarimizniki. Birov kelib bu millatni, bu yurtni, vatanni tozalab bermaydi. Poklik ham hamma narsa o'zimizdan boshlanadi. Yo'llarda musor tashimasdan, axlat qilmasdan yuraylik. Iltimos sizlardan. Iltimos. Bu faqat iltimos. Hozir ham mana shu bolalar Matizda ketishyapti-da, yo'l yuziga shunday nimanidir shishani shunday poqilab tashlab yo'lni sindirib ketyapti. Ne shisha tashyapsizlar? Shisha tashladilaring-ku desam, bakilashga dota, mana bu video registrator zapis qilyapti-yu desam, uzr aka deb video registratorim borligini ko'rib, o'sha uzr so'rab qoldi-da. O'shaning uchun yo'lda yurgan iltimos, o'rtoq haydovchilar, akalarim, hammanglarning hurmatinglar boshim ustida. Lekin shu vatanni ozod saqlash, obod saqlash o'zimizning qo'limizda-yu. Faqat gaplarimdan xafa bo'lmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Men shunchaki vatanimni yaxshi ko'raman, toza bo'lishini, ozoda bo'lishini xohlayman. Salomat bo'linglar.